Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mening borlig'im siz jonu jahonim. Ba'zan yaxshisiz u ba'zan yomonim. Barchadan qizg'angan rashkchi insonim, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Hayotning sinovi og'ir kelsa ham, sizning borligingiz dardimga malham. Qalbdagi ardog'im, jon tomirishtam, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Menga hashamat u tillo kerakmas. Sizni shodon ko'rsam deyman har nafas. Shu aziz boshingiz omon bo'lsa bas, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Duoda so'rayman u dunyoda ham, birga tutash bo'lsin taqdirlar har dam. Bizni topishtirgan, yaratgan egam, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahkambek akamiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Mas'ud kelganday. Yaxshimisiz akajon? Sog'liklaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akajonim, ayni damda siz bilan jonli muloqot olib borayotgan tabriklar loyihasidan bo'laman. Ismim Rayanaxon. Bugungi tavallud ayyomlaringiz, qarshi olgan yana bir yangi yoshingiz, 32 bahoringiz muborak bo'lsin akajon. Katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, mana shunday baxtiyor, quvonchli kuningizda bizning loyihamizga siz uchun ajoyib tabriknomalar yaqinlaringiz tomonidan yetib kelgan. Bir taxmin qilib ko'ralasizmi akajon, qaysi bir yaqinlaringiz sizga mana shunday samimiy tabrik xatlarini yo'llagan bo'lishlari mumkin? Taxminlaringiz yo'qmi? Yo'q, hech kim kallamagandi rostda. O'zim surpriz qilib ayta qolaymi yoki? Juda ham yaxshi. Xo'p, bugungidek baxtiyor kuningizda akajonim sizni yanada xursand qilishni niyat qilgan, sizni jonidan ham ortiq yaxshi ko'rishliklarini, qadrlashlarini ta'kidlayotgan bir umr yo'ldoshingiz Shabnamxon opamiz tabriklamoqdalar. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar va ushbu go'zal tabrik xatlariga barcha yaqinlaringiz, sheriklar, ular ham sizni bugungidek go'zal ayyomingiz bilan tabriklamoqdalar akajon. Katta rahmat hammangizga. Tilam sog'lik va ishlaydigan muvaffaqiyat. Rahmat. Xo'p, Mahkambek aka, qimmatli vaqtingizni 2 daqiqasini olsam-da, mana shu juft halolingiz Shabnamxon opamizni siz uchun atagan 2 og'iz tabrik xatlari bor ekan. Mana shu tabrik xatlarini sizga o'qib bersam maylimi? Mayli. Sog' bo'ling. Imkoningiz bormi bizni tinglashga? Nima? Imkoningiz bormi bizni tinglashga? Ha, bor. Tashakkur. Katta rahmat. Allohim rozi bo'lsin sizdan. Ilohim har doim mana shunday barcha yaqinlaringizni e'tiborlarida, e'zozlarida, ardoqlarida, hurmatlarida bo'lib yuring. Marhamat qabul qilasiz dilnomalarini. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan, qadri tog'lardan-da baland bo'lgan, o'zimni mehribon jonkuyar suyangan tog'im, umr yo'ldoshim. Sizni bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim bizlarning baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Kulgan yuzlaringiz g'amni, kulgan ko'zlaringiz namni ko'rmasin. Sizga bir gap aytaymi begim? Allohim qaysidir gunohingiz evaziga meni sizga inom etgan. Meni esa qaysidir xislatim evaziga sizdek inson bilan mukofotlagan. Begim, sultonim, shu kunga qadar siz bilan o'tgan barcha kunimga roziman. Sinovli, shodiyona, xursandchilik va qayg'uli kunlarimga ham maqsadim bitta, sizning roziligingizni olish va ushbu rozilik bilan jannatning rayyon eshiklaridan birgalikda qo'l ushlashib kirishlikdir. Men sizni Allohimdan o'tkinchi dunyo uchun emas, abadiy jannat uchun so'radim. Baxtimga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Siz tufayli ayollikning naqadar go'zalligini his etdim.
Ilohim oilamiz mustahkam bo'lsin. Bir-birimizga bo'lgan mehrimiz aslo so'nmasin. Menga bo'lgan muhabbatingiz abadiy bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'lib yuring. Siz menga juda ham keraksiz. Taqdir menga bergan mukofotimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Oilam deb to'kayotgan har bir peshona teringiz jannatlarda Kavsar daryosiga aylansin ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin dadajonisi. Hech qachon kasal bo'lmang. Yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib turing. Kelajakda farzandlarimizni orzu havaslarini ko'rib, hoji bobolar bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Dadajonisi, to'g'risini aytsam, hayotimizda har xil vaziyatlar, baland-past yo'llar bo'lgan. Ba'zida sizni ranjitib, xafa qilib qo'ygan kunlarim ham bo'lgan. Lekin bularning hammasi uchun sizdan ming bora uzrlar so'rayman. Begim, sultonim, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Hammalardan-da ko'proq o'zim sizni yaxshi ko'raman. To'g'ri, har doim ham yaxshi ko'rishligimni ayta olmayman, lekin yuragimdan, chin qalbimdan sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ko'p xizmatlaringizni bajara olmagan bo'lsam-da, ammo sizni duolarimdan bir soniya bo'lsa ham qo'ymayman. Begim, sultonim, baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'lib yuring. Farzandlarimizni rohatini ikkalamiz birgalikda rohatlanib ko'rib o'tiraylik. Kelajakda haj va umra ziyoratlariga ikkalamiz birgalikda borib, hoji bobolar, hoji onalar bo'lib yurishlik bizlarga ham nasib qilsin. Bugungi shukronalik ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Turmushning mushlari og'ir kelsa ham, sizning borligingiz dardimga malham, qalbdagi ardog'im, jon tomir rishtam. Men sizni bir umr baxtli qilaman. Gulni asrab kelgan bog'imsiz begim, doimo suyangan tog'imsiz begim. Malika bo'lsam gar, shohimsiz begim. Men sizni bir umr baxtli qilaman deya mehribon juft haloringiz, bir umrlik umr yo'ldoshingiz Shabnamxon opamiz o'zlarining chiroyli va samimiy tilaklarini mana shu joyda yakunlab qolgan ekanlar. Mahkambek aka, bizni tinglayapsizmi? Sizning ham mana shunday mehribonlaringizga, barcha yaqinlaringizga avvalambor mana shu yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham har doim yelkadosh bo'lib turadigan bir umrlik umr yo'ldoshingiz, juft halolingizga atagan samimiy tilaklaringiz bo'lsa, ayni daqiqalarda bizning loyihalarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Katta rahmat. Tabrik uchun. Ko'ngildagi yana ziyoda bo'lib turishingiz. Hamma yaxshiliklar, hammasini qo'shilaman boshqa nima deyish bo'lgan. Rahmat, hammasi uchun. Hammaga sog' Ilohim aytganingiz kelsin, duolaringiz ijobat bo'lsin. Xursand bo'ldingizmi akajon? Judayam. Xo'p, har doim mana shunday xursand bo'lib yosharib yuring. Abadiy yoshlik sizni hech qachon tark etmasin. Ilohim turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli, hamma havas qiladigan namunali oila bo'lib yuringizlar. Xo'p, mehr muhabbatlaringizga aslo ko'z tegmasin. Ilohim baxtli hayot kechirib yuringiz. Katta rahmat yaxshilaringiz uchun. Biz ham juda xursand bo'ldik. Mana shunday mehr muhabbatli, mehr oqibatli, jondan aziz bo'lgan yaqinlaringiz borligidan juda ham xursandmiz. Ilohim bundan keyin ham barcha yaqinlaringizni e'zozida bo'lib yuring. O'zingizni ehtiyot qiling akajon. Xayr, salomat bo'ling. Katta rahmat. Salomat bo'ling, shahida bo'lgan. Rahmat. Katta rahmat hammasi uchun. Rahmat sizga ham. Tug'ilgan kuningizni yaxshi kunda, yaxshilar davrasida, yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling akajon. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. So'zim so'ngini siz uchun atalgan go'zal taronamiz bilan yakunlab qolamiz. Marhamat. Chorlaydigan mening ko'ngli torim bor. Bag'rim ochib sevar bitta yorim bor. Ko'nglim olar, dardim olar, dilkashim. So'zlarimga oshiq ko'nglim
uchun dunyoda bor bittasi. U mana uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir asli. Men uchun dunyoda bor bittasi. U mana uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir asli. Taqdir kulib peshonamga yozilganimsiz. Bu dunyoda hech kim bilolmagan sirimsiz. Qizg'onaman hammadan yor asraganimsiz. Siz ham meni jondan aziz sevar yorimsiz. Men uchun dunyoda bor bittasi. U mana uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir asli. Men uchun dunyoda bor bittasi.